Yoshimiz o'tgan sari aqlimiz to'lib borar ekan, biz 30 dollarlik soat ham, 3000 dollarlik soat ham bir xil vaqtni ko'rsatishini tushunamiz ekan. 30 dollarlik hamyon ham, 300 dollarlik hamyon ham bir xil miqdordagi pulni sig'dirishini tushunamiz ekan. Mashina 30 ming dollarlik bo'ladimi, 300 ming dollarlik bo'ladimi, masofa va yo'l bir xil bo'ladi. Yetib boradigan joyimiz ham bir xil bo'lar ekan. Uyingiz 300 kvadratlikmi, 3000 kvadratlikmi, unda bir xil yolg'iz bo'lasiz. Sizning haqiqiy ichki baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. 8 milliard dollarni qoldirib qo'ygan shunaqa katta biznesmen, cho'qqiga chiqqan odam aytayaptiki, sizni haqiqiy baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. O'shuncha puling bo'lsa ham baxtli bo'lmaysan ekan deyapti. Biz u pulni 10dan biri ham 100dan biri ham yo'q. Lekin shuni orqasidan yugurib yuribmiz. Yetganlar aytayapti, bo'lmas ekan baxti.